Hayotda ustoz topish shart emasmi? Ustoz bo'lmasa odam nimani yo'qotadi? Ustoz bo'lmasa, ko'proq vaqt yo'qotasiz. Ko'proq deylik sog'liq, daromad, pul, nima resursingiz bo'lsa o'shani ko'proq yo'qotasiz. Agar sizda vaqt bemalol bo'lsa, qanaqadir umringiz kafolatlangan bo'lsa, 60 yil, 70 yil misol uchun, ustoz topmasangiz bo'laveradi. Lekin umr hech kimga kafolatlanmaydi. Shuning uchun sohada ham xuddi shunaqa. Agar siz ustozni topsangiz, ustoz u xatolarni bosib o'tgan, o'sha xatolarni qilgan, o'sha xatolarni deylik nima sababdan bo'lgani, uni oxir-oqibati nima bo'ladi, mana shundan xabardor bo'ladi va sizga yo'lingizni tekislab beradigan inson sifatida turadi ustoz. Bu faqat biznes yo'nalishidami, deylik, sog'liq yo'nalishidan misol uchun, bo'lmasa qanaqadir boshqa misol hayotdagi qiyinchiliklarda duch keladigan muammolarni yechib beradi. Hayotda tajribasi kattaroq inson misol uchun. Ustoz bo'lishi kerak deb hisoblayman. Ustoz bo'lmasa inson baribir adashadi. Yo'lini topadi, vaqt ketadi. Sizga ustozi bor odam 4 yilda yo'lini topsa, ustoz yo'q odam 10 yilda topishi mumkin misol. O'shaning uchun men ustozlarimga doimo rahmat aytaman. Hattoda o'qib yurgan paytimizdagi ustozimiz, kitob o'qishga o'rgatgan, odatlantirgan ustozimiz va biznesga kirib kelishimizda biznes bo'yicha tushunchalarimiz, tajribalarimiz va shu sizga hozir gapirib o'tirgan Fodil Pimjonda paydo bo'lishida sabab bo'lgan ishonchdagi rahbarim Farog'at Qahhorovlarga rahmat aytib qolaman doim. Ustoz bo'lish kerak baribir. Bu sizga men ustozman deb aytmasligim mumkin, lekin siz chetdan qarab turib o'shani ustoz sifatida tanimasangiz, nimadir yo'qadi. Bu yuqumli kasallik. Ustozga ixlos qilish kerak. Ustozni dilik duosini olish kerak, ustozni xizmatini qilish kerak. Shu.